Şeyh Obulxon Maqsum Qashqarining Shayxul Islomi Abduqodir Qozikalanning ikkinchi o'g'li Abdumit Hojimning oilasida dunyoga kelgan. Uning cho'ng dadisi Abduqodir Axun 19-asrning oxirigacha Qashqarning Qozikaloni bo'lgan xalqqa tunishliq jamoat arbobi edi. U arab, faris, urdu, turk tillarini yaxshi biladigan, fiqh-shunoslikda yüksek bilimga ega dinniy olim edi. Uning aksi Abdukerimxon Maqsummu balaliq davrini ma'rifatparvar dadisi Abdumit Hojimning tarbiyasida o'tkazib, 1875-yillardan boshlab toki 1905-yillargacha bo'lgan 20 yil jarayonida Qashqardagi koni zamoncha dinniy maktablardan Qashqar xonliq madrasaskicha bo'lgan oliy bilim yurtlarida ilim tahsil qiladi. Uning aksi Abdukerimxon Maqsummu 20-asr Uyg'ur tarixidagi Qashqarning eng cho'ng va yegona nopozliq mo'tiviri edi. Shayx Obulxon Maqsum 1882-yili Qashqar shahrida tug'ilgan bo'lib, barliq dinniy bilimlarni bevosita dadasidan va bovisi Abduqodir Qozikalandan olgan. Shunga u xeli uzun mezgil dadasining dars so'rinidan ayrilmagan. Bovisi kichik o'g'li Obulxonni ilmda voyaga yetdi deb qarab, 1904-yili uningga dars o'tish salohiyatini berib, Qashqardagi xonliq madrasasida dinniy o'qituvchilik qo'ygan. Shunda qilib, Obulxon xonliq madrasasidagi eng yosh dinniy mudarris bo'lib qolgan. 1906-yili uning 80 yoshdan oshgan bovisi vafot bo'lgan. Obulxon toki Qashqarda qurilgan tunji qitimliq Sharqiy Turkiston Jumhuriyati vujudga kelganga qadar dinniy o'qituvchilik bilan shug'ullangan. 1933-yili 11-oydan 1934-yili 2-oygacha Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati hukumati ma'rif ministri bo'lgan bir qo'saq aksi Abdukerimxon Maqsumning her türlük ma'rif ve islohat ishlariga faol yordamlashgan. 1933-yilning oxirida Turpan ve Qumul orqali Kangsuga ketish plani bichit bo'lgan Tungan bandit Majungning 1934-yilning oldingi yerimida Kangsudan billa elib chiqqan Qaraqchi Tungan banditlar ve Yaqubbekning davrida Saddichindan panoh tilab chiqib, Shimoldagi Jung'ariyada o'ltiraqlashib qolgan Tunganlardan qabul qilgan bulangchi bandit askarlari bilan Qashqarga qochib kelgan. Stalin va uning shogirdi Jallod Shingsay dal mushu Tungan banditlarining qo'li orqali Qashqardagi tunji milliy jumhuriyatni og'dirib tashlagan. 1934-yili yozdagi bir qator sirliq kelishimlar natijasida Tarim vodisidagi Korla, Oqsu, Qashqar ve Xotan qatorliq viloyatlar Stalinning xohishi bo'yicha har qaysi kuchlarga bo'lib berilgan. Korli bilan Oqsu Jallod Shingsayga, Qashqar, Yakan ve Atush Mahmud muhitiga, Yakan daryosidan toki Qumulga chigirdosh charqiliqchi bo'lgan bepoyon zimin hozirgi Turkiya Jumhuriyatichilik cho'ngliqda bo'lib, Sharqiy Turkistonning 1/3-ni egallaydi. Mana shu zimin Tungan banditlarga bo'lib berilgan. 1934-yili 7-oyda Tungan banditlari Xotanga chekinib, Mahmud Muhiti Qashqarga kirgandan keyin 5 oy davom qilgan jiddiy vaziyat asta-asta pasayib, Qashqar shahrining tartibi asliga kelgan. 1935-yili Obulxon Maqsum aksi Abdukerimxon Maqsumning tavsiyasi bo'yicha Qashqar Heydikoh cho'ng jamoasining nozirligiga qo'shimcha tayinlanib, aslidagi xonliq madrasasidagi o'qituvchilik xizmatini qaytadan davomlashtirishga boshlagan. Oradan 2 yil o'tmayla Qashqar vaziyati yana bir qitim keskinlashib ketgan. 1937-yili aprelda Mahmud Muhiti Hindistonga chiqib ketgandan keyin Yakanga yig'ilgan Uyg'ur milliy armiyasi Xotandagi Tungan kuchlari bilan ittifoqlashib Shingsayga qarshi urush qo'zg'aganda Stalin yana bir qitim Shingsayni saqlab qilishni qaror qilib,
Tarım vadisiga tanki qismi avatib, milliy inqilobni bostirib bergan. Biroq Shingsay asosini puxtalagan hamon Stalindan yuz o'rib, butun Sharqiy Turkistonda zo'r siyosiy terrorlik qo'zg'ab, sanoqsiz Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa millatlarning eng tayanch kishilarini ko'zdan yo'qotgan. Bu chaqda Abdukerimxon Maqsum Urumchi shahrida, inisi Obulxon Maqsum Qashqarda nazarband ostida turgan. 1944-yili sentyabrda Shingsay yo'tkab ketilgandan keyin Abdukerimxon Maqsum Qashqarga qaytib kelib, yana qayta Qashqarning valisi bo'lgan. 1946-yili atalmış birleşme hükümet taraf her qaysi vilayetlarda saylam ötküzgende yaşınıp kalgan Abdukerimxon Maqsum istifa berip, o'rniga o'zi tavsiya qilgan Ömer Damollam vali bo'lgan. 1950-yilga kelganda Qashqardagi har qaysi sohalardagi mo'tivarlar va yurt oqsoqollarining mutlaq ko'pchiligi Shingsay va Gomindang tarafidan yo'q qilingan edi. Bu chaqda barcha besim Abdukerimxon Maqsum va uning oz bir qism savdoshlarining beshiga kelgan. Gerçi Obulxon va uning kasbdoshlari bir mezgil Abdukerimxon Maqsumning soyisi ostida dastlabki bir necha yilda Xitoylarning turli suiqasdlari va ziyonkashliklaridan vaqtliq saqlanib qolgan bo'lsa-mu, biroq 1955-yili 2-oyning 6-kuni Abdukerimxon Maqsum 85 yaşida vafot bo'lgandan keyinla uning inisi Obulxon Maqsum Xitoylarning turli besimlariga uchrashga boshlagan. Bo'libmi 1957-yili dekabrda boshlangan atalmış yerlik millatchilikka qarshi harakatda u va Qashqarning barliq diniy o'limalari birdek burunqi vazifalaridan qoldirilib turmalarga tashlangan. Şu qatarda 1958-yili Xitoy Tarım vadisida 1000 yildan beri davomlashib kelayotgan mahkama shar'iy tuzumini amaldan qoldirib, o'rniga Kompartiyaning turli sot mahkamalarini dashatgandan keyinla Obulxon va boshqa Uyg'ur o'limalar kollektiv tutqun qilinishga boshlagan. Ularning ba'zilari muddatsiz, ba'zilari uzun muddatlik qamoqqa hukm qilingan. 1933-yildan boshlab halal ticareti bilen beygan Obulxonmi kapitalizm g'altisi va ashaddiy buzuq unsur degan qarulashlar natijasida muddatsiz kesib etilganlar qatorida 1966-yilgacha turmada qiyin qistoqlarga qilchi bosh agmigashga, tan jazosi va ro'yi kamsitishlarga ko'p uchrab, to'limiz zaiflashib ketgan. Uning necha kunliklar tiniqi qolganligini his qilgan Xitoy taraf uni shu yili kuzda turmadan maqsadlik chiqargan. Darvaqa oradan uzun o'tmayla Obulxon vafot bo'lib ketgan. Shunda qilib necha avlod Qashqarning diniy peshvosi, jamoat arboblari ichidagi tunji qatordagi jamoatlardan bo'lgan mazkur jamoat 2 asrlik gullanishdan keyin 1960-yildan 1970-yillari orasida butunlay xonavayron bo'lib ketgan. Amaliyotda bu qismatlar shu chaqdagi barliq Uyg'ur oilalari uchun o'rtaq bo'lgan qismat edi.